Kimsiz? Assalomu alaykum. Yo'limizdan yana bitta odam chiqib qoldi. Kutilmagan shaxs. Zafar, qiziqyapsizmi? Nimaga men 18 yoshdan sira 20 ga o'tdim-da, 19 tashab ketdim. Dada juda qiziq bo'pti. Nimaga ekan shu? Chunki matematika ham yaxshi emasdi. Hop, Somka yurib. bizda bilasizlar, o'sha bir 19 marta eshitib bu savolga zerikib ketdinglar. O'sha savolni yana endi Omonxonga, to'xta. Kim bu odam? Endi shu odamga beramiz. Savolni siz bering. Bo'ldi. Ismingiz nima? Omonxon. Omonxon, tanishgandan Yey! xursandman. Rahmat. Xo'p, diqqat, savol. Hayotingizda eng afsuslangan narsa yoki voqea? Nimadan afsuslangansiz? To'g'risini aytsam, men nimadirdan afsuslanishim mumkinman, chunki men yomon voqea bo'lgan bo'lsa ham, undan odam nimadirdan Maza o'rganish qilasiz. kerak, u iloji boricha xato qilmaslikka harakat qilish kerak. Aha. Shuning uchun ham afsuslanishni noto'g'ri hisoblayman, lekin men afsuslanishni noto'g'ri hisoblasam ham, afsuslangan momentlarim bo'lgan va xuddi o'sha momentlar bo'lganim uchun afsuslanaman. Ya'ni afsuslanganim uchun afsuslanaman. Odamlarga qiziq o'sha momentlar. Da-da. Bittasini aytib ketsangiz. Voy! Ey! Yaqin oradagilarni bir eshitaylik. Davay. Eksklyuziv. Nimaga yo'q ketganimmi? Nimaga shunchadan beri video chiqmayapti? Afsuslanmas bunga. Hoppa, tochkadan shosizlar. Xo'p. Albatta. Endi nimaga yo'q ketgani haqida 100% aytolmayman. Просто menda эмоциональный выгорание bo'ldi. Aha, shundan afsuslasiz. Yo'q, normal. Yeah. Endi sog'lom odam bo'ladi. Endi 2,5 yil endi to'xtamasdan ishladim. Albatta. Endi sekin bir yarim yil yo'qib turaman-da. Hop, rahmat yo'limizdan chiqib qolganingiz uchun. Savolimiz shu edi. Sog' bo'ling. Davom etinglar. Salomat bo'ling.